Muhammed Qutluk Taci Zuhuriddin Hakim Bey. Navadı biz tarih sahifelerini varaqlab baqadigan bolsak, 19. asr Uyg'ur tarixidagi bir qism muhim voqealar va ahamiyatli ishlarda hamisha Zuhuriddin Hakim Bey degan bir ismni uchirtamiz. Bir necha oddiy misol olsak, 1833 yildan 1855 yilgacha Qashqar shahrini kengaytirish, Yetikoh jamiasini kengaytib yasash va Qashqar tavasidagi Sultan Sutuq Bo'raxon mazri qatorliq tavarruk joylarni remont qilib, saqlab qilish qatorliq nurg'un yaxshi ishlar shu kishiga oiddir. Zuhuriddin Hakim Bey haqiqatan tarix va tarix yaratquchi Uyg'ur xalqi to'g'ri baholagan qobil hukmdor. Shundaqla o'z davrining talantli shoiri edi. U 1780-yili Pichanning Lükchunda Turpan vangliqining tunji avlod vangi Imin Xo'jining cho'ng o'g'li Nurmuhammad Xo'jining o'g'li Tayir oilasida tug'ilgan. Kichik vaqtida otasi Tayir qazo bo'lib ketib, otasi o'rnida oti bo'la oladigan tag'isi Muhammad Mahmud himoyasida o'sib yetilgan. 1819-yili bir navri tag'isi Muhammad Said Qashqarga Hakim Beglikka tayinlanganda, uning bilan billa Qashqarga berib, Hakim Beg ordusida ma'lum amal tutgan. 1831-yili Qashqar Hakim Begligiga tayinlanib, toki 1862-yilgacha 30 yildan ortiqroq Hakim Beg bo'lgan. 1861-yili kuzda yashinib qolganligi va siyosiy vaziyatning qisitishi bilan vazifasidan istifa berib, yurti Pichan Lükchunga qaytib kelib, 1863-yili 85 yoshida vafot bo'lgan. Biroq hozirgi kunimizgacha uning otisi, ish izlari va amal tutgan chog'dagi xalqqa qilgan yaxshiliklari haqida to'g'ri va ishonchli tarixiy uchurlar to'limi kamchil bo'lib keldi. 19-asr Uyg'ur adabiyotining gullanishida zo'r rol o'ynagan siyosiy hukmron, madaniyat arbobi, ijtimoiy faoliyatchi, kelib chiqishi Turpan Inonchxoni Imin Xo'ja avlodlaridan biri. Ayni davrdagi Qashqarda Hakim Beg bo'lgan Zuhuriddin Hakim Beg to'g'risida shoir Hoji Ahmad Ko'ltekin Buloq majmuasining 1982-yillik 1-sonida Zuhuriddin Hakim Beg davrida Qashqarda madaniy hayot va adabiyot nomli maqolani e'lon qilgandan boshlab Qashqar adabiyoti, atalmış Şinjan tezkirisi, atalmış Şinjan ijtimoiy fanlar tadqiqoti, atalmış Şinjan kütüphanıçılığı, Turpanshunoslik tadqiqoti jurnali, Qashqar pedagogika instituti ilmiy jurnali, Qumul adabiyoti va Turpan qatorliq jurnallar va 19-asr Uyg'ur adabiyot tarixi, ilm va olim, asrlar obidisi, Uyg'ur yaqinqi zaman tarixidagi bir qism mashhur shaxslar qatorliq kitoblarda Ömer Tiyib, Abdurrahim Sabit, Sharfiddin Ömer, Ashraf Abdullah Quzzat, Mahmud G'azi, Rajih Abdurashid Ibrahim, Nurullah Mo'min Yulg'un, Abdurashid Ahmad, Erkin Muhammad, Abla Ahmedi, Ahmad Hamdullah, Ömer Osman Shipoyi ve Sherif Niyoz Xushtar qatorliq qalam sohiblari Zuhuriddin Hakim Bey ve onun hayati faaliyetlari to'g'risida qalam tavritib, xeli obyektiv baholarni bergan edi. Bu maqolalar ichida Hoji Ahmad Ko'ltekin, Abdurrahim Sabit, Abla Ahmedi ve Rajih Abdurashid İbrahimning maqolasi boshqalar qalamga olmagan yangi bayqashlar bilan Zuhuriddin Hakim Bey to'g'risidagi cho'nqur izlanishlarga yo'l ochgan va cho'nqurlashtirgan. Davrimizgacha yetib kelgan Sultan Sutuq Bo'raxon mazri vaqfisi, Appa Xo'ja mazri vaqfisi, hatto Mahmud Koshig'ariyning mazri bo'lmish Hazrati Mollam mazriga vaqf qilingan Masnaviy Sherifdagi bebaho hujjat qatorliq vasiqalarda Zuhuriddin Hakim Bey, Muhammad Qutluk Taci Hakim Bey degan ismi va hurmat nomi tang zikr qilingan. Zuhuriddin Hakim Beyning vafoti to'g'risida Rajih Abdurashid İbrahim efendi maxsus maqola e'lon qilib,
1861-yili 10 oygacha Zuhuriddin Hokimbekning Qashqarda hokimbeklik o'rnida ekanligini, 1863-yili vafot bo'lganligini isbotlab chiqqan. Lekin uning qandaq tarixiy sharoitda vazifasidan ayrilganligi to'g'risida zodila to'xtalmagan. Zuhuriddin Tojibek Qashqarda hokimbek bo'lgan oxirgi mezgillarda Çin sulolasi hukumati Sharqiy Turkistondagi barliq harbiy va ma'muriy amaldorlarga beriladigan ta'minotlarni berolmagachga, Ili mahkamasini yadro qilgan ishg'olchi kuchlari shu chog'dagi moliya qiyinchiligidan qutulish uchun yerlik Uyg'ur beylarining amal mansablarini setishga boshlagan. Manching bosh hukumatimi ochiq oshkora holda amal mansab setish ishlariga madad bergan. Ig'ir vaziyatni ko'zatayotgan Zuhuriddin Hokimbek o'zining xilili yashinib qolganligini bahona qilib, yana bir tarafdan shu chog'dagi siyosiy vaziyatning qisitishi bilan vazifasidan istifa berib, o'z yurti Lükchunga qaytib ketgan. 1861-yili yurti Lükchunga qaytib kelgan Zuhuriddin Hokimbek 2 yildan keyin 85 yoshida olamdan o'tgan. Pichandagi peshqadam ma'rifchi Tiyib Polat apandi hayot chig'ida to'plagan materiallari asosida o'g'li Ömer Tiyib atalmış Şinjan tezkirisi jurnalida e'lon qilgan maqolasida marhum Zuhuriddin Hokimbekning 5 qizi borligini tilga olgan. Yozuvchi Abla Ahmedi Zuhuriddin Hokimbek to'g'risida o'zgacha bayon nomli maqolasida Zuhuriddin Hokimbekning Qashqar Opaldagi eng katta boy Cho'ngbekning orzuliq qizi Maryam xonimni kichik xotinlikqa olganligini shoir Abdurahim Nizorining ustozi Molla G'ujash Xalpitin bilan qudilishib, uning qizi Anar xonimni o'g'li Xudoberdi Hokimbekka ilib berganligini qayd qilgan. Qashqar Yangi O'stangda Zuhuriddin Hokimbekning dada taraf avlodlari bo'lib, shu avlodlardan davrimizda hayot bo'lgan Imir Xo'ja degan kishi o'g'liga Zuhuriddin Hokimbek deb ism qo'ygan. Zuhuriddin Hokimbek to'g'risida qalam tavratganlarning ko'pchiligi uni bir qism she'rlarning avtori deb qarab, shoirlikka olg'a surib kelgan. Zuhuriddin Hokimbekning Shakariston nomli dastonini yozganligi ma'lum bo'lgandan boshqa hamma yozmalari hozirgacha tepilmadi. Lekin Zuhuriddin Hokimbekning o'z davrining talantli shoirlaridan ekanligi pokit talab qilmaydigan haqiqat. Xuddi Xurason podshohi lirik shoir Husayn Bayqara o'z davrida Alisher Navoiy qatorliq shoirlarni, Sayyidiya xonligi sultoni shoir Mug'anni Abdurishidxon shoir Qidirxon Yarkandi, shoir Amannisa xonlarni o'zining atrofiga to'plaganga o'xshash she'riyatga kuchlik muhabbat bog'lagandek, shoir Zuhuriddin Hokimbekmi Muhammad Sodiq Koshig'ari, Abdurahim Nizori, Nurizaxun Katib Ziyoyi, Turdushaxun G'erbi, Imir Husayn Saburi qatorliq donglik shoir o'lima olimlarni o'z atrofiga jiqqan va ularni e'tiborlab ishlatib, ularga ijodiyat muhiti yaratib bergandan sirt, yana 1842-yili o'z yenidagi eng muhim qalam ahllarini Turpandagi jiyani Apridun Wang yeniga bir necha yillik avatib, Turpandagi bilim ahli bilan Qashqardagi nopozliq bilim ahlini uchrashtirib, ularning o'zaro fikr almashtirib, yanami mukammal ijodiyat yaratishiga sharoit hozirlab bergan. 19-asr Uyg'ur adabiyotining yangi gullanish davrining ichilishida zo'r rol o'ynagan.